神奇的怪物数学小分队。 Kichik qo'lovli g'alati maqsad musobaqasi. Hey, Markes, sening ajoyib qaltis ishdan birini ko'rging bormi? Bo'ldi. O qanday ish go'vo? Sen ko'zingni yumib ichib bo'g'icha, men Mokil xonimning pechendiguniga berib, bir tal pecheni elib, qaytib kelib bo'laman. Rost aytamsan? Bo'ldi. Endi sen ko'zimni yumib ochdim. Yana bir qatam qilib berishni xohlamsan? Ha? Sen olburun ep bo'ldingmi? Shundoq. Birdamda Mokil xonimning do'koniga berib kap bo'ldingmi? Amisi buni qayerdan og'aligimni topa olamsan? Ha? Men uni qayerdan og'aligini bildim. Biroq sen tamg'i chaplab qo'yganingni epchush. Chiqariq ekran hamisha govuni qo'rqitib yutadi. Chiqariq ekran? O, Muslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj ekan. Nada g'alati maxluq bizning yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematikada ishlar paydo bo'ldi. Bu tanarkachi g'alati maxluq ekan. U har xil yangi harakatlarni ishlashni yaxshi ko'radi. O to'g'ri dedingiz, Leli. Bugungi harakat men eng yaxshi ko'rgan harakatlarning biri. Kichik qo'lli g'alati maxluq musobaqasi. Usulchi maxluq o'zining qo'lli maxluqi bilan mening kichik qo'lli g'alati maxluqimni musobaqalashtirmoqchi. Biz har yili shunday musobaqalashtiramiz. Kichik qo'lli musobaqasi? Ha, baqaltisga. Shunday baqaltis. Biroq bir masala bor. Qaranglar, menda 2 tal kichik qo'lli g'alati maxluqi bor. Men qaysini elib berib, usulchi maxluqning musobaqasiga qatnashtirsam bo'lar. Sizga qanday yordam qilamiz? Men qaysini musobaqaga qatnashtirsam eng muvofiq bo'ladiganligini bilmayapman. Qanday qilishni faqat muqamay qoldim. Muhammad. Asirman, tanarkachi g'alati maxluq. Biz hozir yo'lga chiqamiz. Bak yaxshi bo'ldi. Sal turib ko'rishaylik. Biz tanarkachi g'alati maxluqqa yordam qilib, qaysi kichik qo'lovli maxluqni musobaqaga eng muvofiq keladiganligini ayirib beraylik. Men ishtimayki biz cho'qim hal qila olamiz. G'alati maxluq matematika o'qimay har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematika o'qimay hamma yerda mavjud. Hey, sizning g'alati maxluq matematika atritiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindig'ingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsiz, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy eskartma so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rganishimizga yordam beradi. Vau, g'alati maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika eskartma so'zi bo'lsa, vaqt. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingizda uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanglading. Birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Vaqt. Hozir emas-ku. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingizda anlatsam bo'ladi. Biz tanarkachi g'alati maxluqqa qaysi kichik qo'lovli maxluqning musobaqaga qatnashib bo'ladiganligini ayirib belgilab boraylik. G'alati maxluq matematika atritilarga salom beringlar. Kichik qo'lli g'alati maxluqlar. Ba'zi vaqtlarda mening bu kichik qo'lli g'alati maxluqlarimning orlig'i yaqin bo'lib qolsa, ular so'qishib ketadi. Shundaqmi? Mening u maxluqim. Shundaq ekan. Men qaysi kichik qo'lli g'alati maxluqlarimning musobaqaga mahir ekanligini bilmoqchi. Musobaqa maydonining bu qetidan boshlanib, oq qetida oyoqlashadi. Bu bek oson ekan bu. Bu ikkisi musobaqa yo'li qo'yib, musobaqalashtirib, kimning burun berib bo'lganligini bilsakla bo'ldi-ku. Birinchi bo'lib qolgani yana suratda eng tiz bo'lgani yangicha bo'ladi. Sizlarga deyishni unutib qolibman. Kichik qo'lli g'alati maxluqlar musobaqasida eng asta mangdig'ini g'alaba qozonadi. Eng tez yetib borgani emas. Bo'ladi, chatoq yo'q. Siz eng yaxshisi ularni musobaqalashtiring. Qaysisi eng oxirida yetib bordi? Eng oxirida yetib borgani surati eng osti kichik qo'lli g'alati maxluq bo'ladi. Esim qursin. Sizlarga yana bir ishni deyishni unutib qolibman. Mening bu kichik qo'lli maxluqlarimni birga musobaqalashtirsak bo'lmaydi. Esinglarda bormi? Agar ularning orlig'i yaqin bo'lib qolsa, ular ikkisi urushib ketadi. Agar ularni birlikda musobaqalashtirmasak, men qaysining eng yaxshi mahir ekanligini bilmayman-da. Bu sekund g'alati maxluqi. Meningcha u bizga o'zining yordam qila oladiganligini demoqchi o'xshaydi. Biroq qanday yordam qila oladigandir? Sizlar raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy eskartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Vaqt. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Biz birlikda deyli. Men 3 sanayman. 1 2 3 Vaqt. Ko'rdinglarmi? Biz buni qila oldik. G'alati maxluq matematik o'qimlar ko'rsatkish keldi. G'alati maxluqlar bilan kuchini sinamoqchi. Kimning kuchi eng jiq? Sekund g'alati maxluqqa kimning eng uzun ko'taradiganligini ayirib bera oladi. 1 2 3 4
4 sekund ko'tardi. U 4 sekund ko'tardi. Bu xalita maxluq xushalliqdan chirqirab ketdi. Hozir yana bir xalita maxluq sinab baqmoqchi. U qanchalik vaqt ko'tarib tura oladi? 1 2 3 4 5 6. U 6 sekund ko'tardi. 6 sekund. Yaxshi qildinglar. Xalita maxluqlar, texnik ko'p amallarni o'rganib olinglar. Xayri xo'sh. Rahmat senga xalita maxluq matematik ko'rsatkich ekrani. Biz hozir vaqt hisoblashni bilib oldik. Shundaq deyalaymanki, matematik ko'rsatkich ekrani bizga sekund g'alati maxluqdan foydalanib, kichik qo'lli g'alati maxluqlarning musobaqalashgan vaqti orqali ularning suratini ayirib chiqilib bo'ladi demakchi. Meningcha sinov deganing to'g'ri emas. Vaqt degan matematik uqum bo'lgandikin. Biz birlikda g'alati maxluq matematik uqumini ishlataylik. Bo'ladi, matematika atritidikilar. Biz birlikda kichik qo'lli g'alati maxluqlarning menga yo'lida ketgan vaqtini xotirlaylik. Bo'ladi. Yeshil kichik qo'lli maxluq. Men yugur deganda yugurgan. Sekund xalita maxluq. Men yugur deb komanda berganda sen vaqt xotirlashni boshlagin. Matematika atritidikilar men yugur deganda sekund xalita maxluqi bilib vaqtni sananglar. Ko'pchilik, tayyorlaninglar. Yugur. 1 2 3 4 5. Vay! Yeşil rangli kichik qo'lli maxluq yugurish yo'lining bir tarafidan yana bir tarafiga berish uchun 5 sekund vaqt sarf qildi. U mushunchalik vaqtni berib bo'ldi. Endi biz qizil rangli kichik qo'lli maxluqning qanchalik vaqt sarf qildiganligini ko'rib boqaylik. Musobaqalashga tayyorligingiz bitdimi? Qizil rangli kichik qo'lli maxluq. Vaqt xotirlashga tayyorligingiz bitdimi? Sekund xalita maxluq. Sanashga tayyorliginglar bitdimi? Matematika atritidikilar. Bek yaxshi bo'ldi. Amsa musobaqa boshlandi. 1 1 2 3 4 5 6 7. Vay! Biz qildik. Qizil rangli kichik qo'lli maxluq oxirgi nuqtaga berish uchun 7 sekund vaqt sarf qildi. U mushunchalik vaqtni sarf qilib yetib keldi. Undaqda yeşil rangli kichik qo'lli maxluq yugurishga 5 sekund vaqt ketdi. Qizil rangli kichik qo'lli maxluq 7 sekund vaqt sarf qildi. Ikki kichik qo'lli maxluqlarning sarf qilgan vaqti o'xshash emas. Undaqda men qaysi kichik qo'lli maxluqimni elab, usulchi maxluqning qo'llisi bilan musobaqalashtirsam bo'ladi? Qaysining surati eng asla? Men ovozni angladim. Sizlar raqamdagi maxluqni ko'rdinglarmi? Undaqda biz yana bir qatim g'alati maxluq matematika askarchi so'zini to'g'laylik. Vaqt! Men 3 sanayman. Tayyorlig'inglar bitdimi? 1 2 3 vaqt! Ko'rdinglarmi? Biz buni qila oldik. G'alati maxluq matematik uqumlar ko'rsatkish keldi. Ikki g'alati maxluq daraxt shexida o'milmoqchi. Bu maxluqning surati asta. Bu maxluqning surati tez. Surati tez maxluq qanchalik vaqtda yamish bo'ladi? Biz birlik sanab boqaylik. 1 2 3. Surati rostla pek tez ekan. Endi biz surati astni sanab boqaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Vah, surati haqiqatan bek ost ekan. U nurg'un vaqtni sarf qildi. Sarf qilgan vaqt qancha uzun bo'lgan sari surati shuncha asta bo'ladi. Shunga bu maxluqning surati eng asta. Rahmat senga matematik ko'rsatish ekrani. Biz hozir sarf qilgan vaqti ko'p bo'lsa, surati asta bo'lganligini bildik. Meni bu yeşil rangli kichik qo'lli maxluqim 5 sekund vaqt sarf qilib yuguradi. Qizil rangli kichik qo'llilar bo'lsa 7 sekund vaqt sarf qildi. 5 sekund sarf qilgan vaqt ko'p bo'lamdi yoki 7 sekund sarf qilgan vaqt ko'p bo'lamdi? To'g'ri, 7 sekund sarf qilgan vaqt ko'p bo'ladi. Chunki 7 ta 5 qaraganda ko'p. Undaqda qaysi kichik qo'lli maxluqning surati asta? Qizil rangli qo'llilar 7 sekund vaqt sarf qildi. Shunga uning surati eng asta. Undaqda men bu qizil rangli kichik qo'lli maxluqimni elib, usulchi maxluqning kichik qo'llisi bilan musobaqalashtirishni qaror qildim. Hamza tezroq mangayli. Musobaqa boshlanadigan vaqtmi bo'lay deb qoldi. Bo'linglar, tez bo'linglar. Bugun havo nima degan payza, ha? Shunchalik rohat. Kichik qo'lli g'alati maxluq musobaqasi hozir boshlandi. Tayyorlan. Yugura. Bu kichik qo'lli maxluqlarning surati bakla asti ekan. To'g'ri, qancha asta bo'lsa shuncha yaxshi. Eng asta yugurgan qo'llar g'alaba qiladi. Yuguringlar. Asta.
Vaa, bak yaxshi oldu. Va, bu haqiqatan asta yugurish musobaqasi bo'ldi. Kim yendi? Kimning surati eng asta? Usulchi xaliti maxluqining kichik qo'lini maxluqqa 6 sekund vaqt sarf qildi. Harakatchi xaliti maxluqining kichik qo'li 7 sekund yugurib bo'ldi. Undaqda. O, 7 sekund 6 sekund qaraganda ko'p. Shunga Men bilaman. Demakchi, tanrakatchi g'alati vaqtni kichik qo'lini maxluq sarf qilgan vaqti eng ko'p. Uning surati eng asta. Sizdan kichik qo'lli maxluqingiz bu musobaqada yendi. Sen g'alaba qozonding. Men kichik qo'lli maxluqim. Sening g'alaba qozonganligingni biladim. Yaxshi qildingiz, tanrakatchi g'alati maxluq. Men bu sizni tabriklayman. Biroq, kelar yilimning kichik qo'lli maxluqim sizning qo'lingizning suratidan texmi asta bo'ladi. yaxshi qildinglar xaliti maxluq matematika atatikilar. Biz harakatchi xaliti maxluqqa yordam qilib, qaysi kichik qo'lolisining musobaqaga qatnashib bo'lganligini ayirib berdik. Biz vaqtga munosib fikrni o'rgandik. Shu biz g'alaba qildik. Shu albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish ortayli. Amasa 3 sanayman. 1 2 3. Oy! Biz matematika bilimlarini g'alabaga keltirdik.